Eslaysizmi aka, короче, siz bilan gaplashganimizda ana kelganda ukam tabriklayman, mashinalar qulluq bo'lsin, nomeri chiroyli chiqibdi dedingiz, eslaysizmi? Hop. Keyin men aytdim, "Ha, rahmat akajon." U brat o'zi berdimi? Chotda berganga o'xshamayapti, yuzdan dedingiz. Keyin, Ha. "Ha, yo aka, berdi san, ya menga to'g'risini ayting" dedingiz. Men aytdim, "Aka, короче, jentrani men o'zim to'laydigan bo'ldim, 12 ta to'lab beradigan bo'ldi brat" dedim. Eslaysizmi aka? Ha. 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 12 ta to'lab beradigan bo'ladi. Keyin bratda короче, o'sha jentrani to'lagan pulimdan 2000 qolib ketgandi. Kecha pulim, pullarim endi ortiqcha pulim bo'lib, mana shu ham turibdi, mana isboti bir. 2000 pulimni ushab, короче, brat dedim, ikkovimiz kelishgandik. Jentrani men to'lab beraman, siz 12 ta to'lab berishingiz kerak edi. To'g'rimi? Desam, ha dedi. 2000 mana tayyorlab qo'ydim. Shuni olib borib beray, nimani 12 ta yopib yuboring desa, ukajon, biz siz bilan video qilib turishimiz kerak edi. Biron marta video qilib bermadingiz-ku deydi. Ha. Bu yana kredit Menga ham shunaqa qilasanmi? Jon aka, sana qiyin kuningda yoningda turgan odamga shunaqa qilasanmi? Undan ukajon, men to'lolmayman, qiynalyapman deb qo'ya qolgin.